Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kunli xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Iftixor Abdurshid. Juma kuningizga muborak bo'lsin. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunli xabarlar programmamızın təfsilatı bo'lsin. Yaqında Amerika Tashqi ishlar ministrligi to'r betidagi Tayvanning mustaqilligini qo'llamaymiz degan bayonotni o'chirib o'tib, ikki taraf, ya'ni Tayvan va Xitoy orasidagi ixtilofning tinch yo'l bilan hal qilinishini umid qilganligini o'ttirib qo'ygan edi. Mutaxassislarning qarashicha, bu Xitoyning Tayvanni ishg'ol qilishni qiyinlashtirib, Tayvanning egilik huquqliq mustaqil bir davlat sifatida keng doirada tonilish va xalqaro e'tirof qilinish ehtimolligini kuchaytirdi ekan. Amerikaning Pensilvaniya shtatlik universiteti Sharq Osiyo tadqiqot institutining sobiq professori, Amerika Tashqi ishlar ministrligining sobiq amaldori William Diker Amerika Tashqi ishlar ministrligining olgan bu yangi qarori haqida so'z qilib, mundaq dedi. Amerika Tashqi ishlar ministri Marco Rubio Biden hukumati mezgilidagi xitobnomasida o'ttirib qo'yilgan Tayvanning mustaqilligini qo'llamaymiz degan fikrini o'chirib etdi. Ikkinchidan, ikki taraf, ya'ni Tayvan va Xitoy orasidagi ixtilofning tinch yo'l bilan hal qilinishini umid qilganligini o'ttirib qo'ydi. Amerika hukumati buni qilish orqali bizning ikki tarafning, ya'ni Tayvan va Xitoyning Cho'ng Xitoy davlatining bir qismi bo'lishni xohlaydiganligiga ishonmaydiganligimizni ifodaladi. Bo'libmi Tayvanning endi bundaq his qilmaydiganligini to'nib yetganligimizni bildirdi. Biz bayonotimizda yana Xitoy Tayvanni birlikka keltirish yoki kontrol qilish uchun harbiy kuch ishlatmoqchi bo'lgan ahvolda Amerikaning buningga qarshi harakat qilish huquqi bor degan qarashni qayta ta'kidladik. Xitoy hukumati Tayvandagi Demokratik taraqqiyot partiyasi hokimiyat beshiga qaytib kelib, bir Xitoy ramkasini qo'llamagan 2016-yildan boshlab Tayvanga qaratgan siyosiy va harbiy besimini oshirayotganligi ma'lum. Shuning bilan bir vaqtda bir qism analizchilar Xitoyning Tayvanni qurol kuch orqali ishg'ol qilish ehtimoli borligini olg'a surib kelmoqda. Darvaqa Tayvan yaqinqi yillarda savdo va mablag' silish, yerim o'tkazgich va boshqa xalqliq ta'minlash zanjirlarida, shuningdek fan texnika, sog'lomlik, ma'rif va demokratik qimmat qarashini ilgari surish sohalarida Amerikaning muhim hamrohiga aylanganligi ma'lum. Tayvanning harbiy, siyosiy va iqtisodiy jihatlardan Amerika uchun favqulodda strategik qimmatga ega bo'layotganligi buningdagi bir muhim omil hisoblanadi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Go Jiakun bu haqda Amerika Tashqi ishlar ministrligiga darhol inkos qaytarib mundaq degan. Bu Tayvanning mustaqilligini tashabbus qilgan bo'lgunchi kuchlarga xato va jiddiy signal beradi. Bu Amerikaning Tayvandan foydalanib Xitoyni kontrol qilishdagi xato siyosatida joyillik bilan ching turganligining yana bir misoli. Biz Amerikani xatoligini darhol tuzitib, bir Xitoy prinsipiga astoydil amal qilishni talab qilamiz. Xitoy izchil turda demokratik tuzumdagi Tayvanni Xitoyning ayrilmas bir qismi deb qarab kelgan bo'lsa-mu, ko'p sondagi Tayvan xalqi va Tayvan hukumati buni rad qilib, Tayvan xalqining Tayvanning taqdirini belgilaydiganligini, Xitoy hukumatining Tayvan xalqining tanlashiga hurmat qilish kerakligini ta'kidlab kelmoqda. Amerika hukumati Xitoyning Tayvan xalqining tanlashiga hurmat qilishni eskartib kelayotganligi ma'lum. Bu sababdan Xitoy hukumati yillardan buyon Amerika dushmanligini buningga qarshi kozir sifatida bozorga selyotidi deb qaralmoqda. Amerikadagi siyosiy analizchi Dr. Andres Kor Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Go Jiakunning so'zlariga raddiya berib mundaq dedi. Buning g'oyat zo'r ahamiyati bor. Chunki bu Trump hukumatining Beijingdagi hokimiyatga qarshi davomli qattiq pozitsiya bildirganligidan derak beradi. Tayvanni ishg'ol qilish Xitoy hukumatining asosli tashqi siyosat nishonidir. Tashqi ishlar ministrligining bosgan bu qadami Xitoyning Tayvanni ishg'ol qilishni qiyinlashtirdi. Hamda Tayvanning egilik huquqli bir davlat sifatida keng doirada tonilib, xalqaro e'tirof qilinish ehtimolligini kuchaytirdi. Amerikaning Tayvandan foydalanayotgani yo'q. Amerika Tayvanning o'zini qo'g'dishini va cho'ng quruqlikdagi Xitoylar uchun erkinlik ulgusi bo'lishini qo'llaydi. Harvard universitetining professori va tashqi siyosat tadqiqotchisi Stephen Waltning qarashicha, prezident Donald Trump Amerikaning urushga qarshi siyosatini o'z ichiga olgan tashqi siyosatini zo'r darajada o'zgartirganligi haqida ko'p qitimlab va'da bergan. Uning qarashicha, yangi hukumat dunyoning ixtiloflariga ozroq aralashib, Amerikaning ichki qismidagi davlat manfaatiga ko'proq ahamiyat berishni muhim o'rin qo'ygan. Amerikaning Rossiya va Xitoy bilan bo'lgan o'zgarishchi munosabatini ko'z tutganda, yangi hukumat hozirgi dunyo tartibini tubdan o'zgartirishi mumkin ekan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Go Jiakun bu vaqtdagi savollarga javob berganda mundaq degan. Biz Amerikani xatoligini darhol tuzitib, bir Xitoy prinsipiga astoydil amal qilishni talab qilamiz. Amerika o'zining bir Xitoy siyosatiga sodiq bo'lib, Xitoy hukumatining Tayvanning tinchligi va muqimligini qo'g'day oladiganligini e'tirof qilish kerak. Dunyo uyg'ur qurultiyining sobiq muvaqqat raisi, Türkiye Hacettepe Üniversitesi Tarih Fakültetining dotsenti Dr. Erkin Ekrem Amerika Tashqi ishlar ministri Marco Rubio'ning bu yangi qarori
va Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Gojakunning yuqoridagi so'zlariga jiddiy inkos qaytarib, mundaq dedi. Amerika Tashqi ishlar ministrligi olgan bu yangi qadam, ya'ni o'zgartishning g'oyat zo'r ahamiyati bor. Bu Amerikaning Tayvanga taqimi ko'ngil bo'lganligining bir ifodasi. Xitoy Tayvandagi mustaqillik harakatidan ansirmaydi. Xitoy yana Amerika bilan jiddiy bir so'g'uq munosabatlar urush patqiga kirib qilishidan bek ansiraydi. Ma'lum bo'lishicha, Tayvan hukumati bilan Xitoy hukumatining Tayvanning egilik huquq masalasiga doir talash-tortishlari ikki taraf orasidagi ziddiyatni kuchaytirib qolmasdan Amerika Xitoy munosabatini jiddiylashtirishga boshlagan. Shuning bilan bir vaqtda Tayvan masalasi Amerika Xitoy munosabatidagi eng nozik halqalarning biri deb qaralmoqda. Tayvan tashqi ishlar ministri Lin Qiaolong Amerika tashqi ishlar ministrligining bu qaroriga inkos qaytarib mundaq degan. Bu aktiv va do'stona yangilanishni, ya'ni Amerika tashqi ishlar ministrligining bu qadamini Tayvan Amerika orasidagi yaqin va do'stona munosabatning belgisi sifatida qarshi olamiz. Biz Amerika Tayvan munosabatini qo'llaganligi va aktiv pozitsiyasi uchun rahmat aytamiz. Shuning bilan bir vaqtda biz Amerikaning Tayvanda tinchlik va muqimlikning saqlanishi, Tayvan bilan Amerika o'rtasidagi iqtisod, savdo texnik sheriklik munosabati va Tayvanning xalqaro sohadagi o'rnining kuchayish qatorliq jihatlardagi qo'llashi va bergan va'dasi uchun rahmat aytamiz. Yaqin yillarda Tayvan bilan Xitoy munosabatining jiddiylashib berayotganligi, bo'libmi Xitoy hukumati bo'lguncha deb qaragan Lei Chingdaning 2024-yili Tayvan prezidenti bo'lib saylangandan keyin Xitoyning Tayvanga bo'lgan besimi va harbiy tehdidining ishlayotganligi ma'lum. Bu qatim Amerika tashqi ishlar ministri Marco Rubioning Tayvanning mustaqilligini qo'llamaymiz degan bayonotini o'chirib etishi Amerika Xitoy munosabatini texim jiddiylashtirdi deb qaralmoqda. Shuning bilan bir vaqtda bu Tayvan masalasining Amerika Xitoy munosabatlarining eng sezgir nuqtasiga aylanib qolganligidan derak berdi ekan. Amerika tashqi ishlar ministrligi hukumatning navbatdagi Xitoy siyosatiga va eng boshda ko'ngil bildigan masalalarga qarata o'zgartish kirgizganligini bildirgan bo'lib, uningda savdo, kishilik huquq va majburiy emgak masalasi tilga ilingan. 20 fevral Reuters agentligining bu haqda bergan xabarda deyilishicha, Amerika tashqi ishlar ministrligi 13 fevral Xitoy qaratgan siyosat haqidagi bayonnamasiga o'zgartish kirgizgan. Uningda yangi hukumatning Xitoy bilan bo'lgan savdo va boshqa muhim masalalarga alohida ko'ngil bildiganligi ifodalangan. Masalan, uningda Xitoy iqtisodi dunyo bo'yicha eng ig'ir cheklimiga to'lgan mablag' silish muhitlaridan biri deb ko'rsatilgan. Xitoy bilan savdodagi tangpungsizlik alohida ta'kidlangan. Amerika shirkatlarining Xitoydagi tijoratining andish paydo qilganligi bildirilgan. Bayonnomada mundaq deyilgan: Xitoy azaldan adil savdo qilmaydi. Xitoy shirkatlari majburiy emgak va davlatning zo'r miqdordagi to'liqlama yordamidan bahramand bo'lgani uchun Amerika shirkatlarini foydasiz ahvolda qo'ydi. Shundaqla ularni kishilik huquqini dafsanda qilishga sherik qiladi. Bayonnomada yana Xitoy bilan do'stona hamkorlik o'rnatish, Xitoyning madaniyat va muhit masalalariga yordam berish haqidagi gaplar chiqarib etilgan. Amerika tashqi ishlar ministrligi bayonotchisining bildirishicha, yangilangan bu bayonnoma Trump hukumatining Xitoy bilan bo'lgan munosabatining yo'l xaritasini, jumladan hukumat eng boshda ko'ngil biladigan masalalarni ko'rsatib berdi ekan. Xitoy tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi uningga inkos bildirib, bu paketni burmilab Xitoyning tashqi siyosatiga töhmat qilganlik, Amerika bilan Xitoyning atalmish strategiyalik raqobatini davron qilganlik degan. Amerika tashqi ishlar ministrligining bu yangilangan bayonnomasi Prezident Trump fentanilning Amerikaga kirishini to'sish uchun Xitoyga 10% qo'shimcha tamojna beji qo'ygan. Agar bu qaror kelmasa, Xitoyga yana ustilab tamojna beji qo'ymoqchi bo'lgan bir mezgilga to'g'ri kelgan. Taylanddagi 48 nafar Uyg'ur Xitoy qaytarilish xavfiga duch kelgan va Tayland taraf xalqaroning besimiga uchrab, sud orqali bu ishni bir yoqlik qilishga majbur bo'lgan bir mezgilda, xalqarodagi kishilik huquq mutaxassislari bu 48 nafar Uyg'urning chet elga qochish sababi va uchirgan tragediyasini Xitoyning necha 10 yildan buyon davomlashtirib kelgan milliy bostirish va irqiy qirg'inchilik siyosatiga bog'lab tahlil qilmoqda. 19 fevral Zimiston to'rining bosh direktori Marco Respenti Xitoyning Uyg'urlarga qarshi qo'rollari, tug'utni cheklash va islom davlatlari bilan ittifoqlashish nomli bir maqola e'lon qilgan bo'lib, uningda 11 yil burun Taylandga qochgan Uyg'urlarning ko'pinchisining Xitoyning tug'utni cheklash siyosatiga xiloflik qilgan bo'lish mumkinligi, ularning birga elib chiqqan bolalarning bo'lsa, Xitoy doiralari tarafidan normadan ortiq tug'ilganlar hisoblanib, ig'ir jazoga uchraydiganligi, qo'rsaqdagilarning bo'lsa tushirib etilish xatiri borligi. Shunga ularning hammani tashlab, bolalarni qutuldirish uchun bo'lsa-mu Xitoydan qochqanligi ilgari surilgan. Maqolada mundaq deyilgan: ularning ahvoli bek nachar. Xitoyda ular bankidan hisob ocha oladigan
yoki şoferlik paravos ala oladigan rasmiyatlarni ko'rsatolmaydi. Shuning bilan ular Xitoydan ayrilishni qaror qilgan. Nemishqa ular ballarning tug'ilganlik isbotini yoki nopuz daftarini ko'rsatolmaydi. Chunki ularning ballari Xitoyning qonuni bo'yicha qonunsiz tug'ilgan. Maqolada ko'rsatilishicha, Uyg'ur, Tibet rayonlaridagi yez qishloqlarda nopuz siyosati burunqidan bo'shatilib, 3 farzandga yo'l qo'yilgan bo'lsa-mu, Uyg'ur ayollarga qo'yilgan tug'ut cheklimasi yanada mavjud bo'lib, agar bu ayollar bal tushirishni, balyatquga tug'ut cheklash asbobi o'rnatishni yoki tug'maslik operatsiyasi qilishni rad qilsa, lagerga tutilish xavfiga uchraydi ekan. Tadqiqotchi Adrian Cens e'lon qilgan bir dokladda 2017 yildan 2019 yilgacha Uyg'urlarning nopuz ko'payishining biraqli 48,7% tövallab ketganligi oshkorlangan edi. Adrian Cens yana vatanimiz Sharq Turkistonning janubidagi Xitoy nopusining 2021 yildagi 8,4% dan ko'payib, 2040 yilga borganda 25% yetadiganligini mo'ljallagan. Maqolada bu ahvolga baho berilib, bu siyosat Xitoy millatchiligini ifodalash bilan birga irqiy tozalash shaklini olgan. Bu rayonni xitoylashtirish rayimsiz madaniyat qirg'inchiligining bir qismi. Shundaqla Uyg'ur masalasini tub yiltizdan hal qilishning maxfiy usuli. Bu maqolda yana Uyg'urlarning Pokistonga o'xshash davlatlarga qochmay, Tailand, Burma, Vietnam degandek davlatlarga qochishidagi bir sababining Xitoyning atrofdagi musulmon davlatlar bilan zich ittifoq qurganligi ekanligi, ularning har vaqt Uyg'urlarni osonla o'tkazib berish xavfi borligi o'ttirib qo'yilgan. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Keng qitimliq sonimizgacha ko'rishkish omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.